Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Undan turib o'tamsizlar. Bugun 12 oyning 25-kuni. Ya'ni g'arb dunyosidagi xristian diniga e'tiqod qilganlarning diniy bayrami. Ayso payg'ambarning tug'ilgan kuniga 2020 yil bo'ldi degan gap. Bugungi xabarga qaraganda, qulqimizga qo'shaqadigan dunyoda 3 cho'ng ish yuz berib yotibdi. Uning birinchisi bo'lsa, hozirgi Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo apandi Pat yaqında Xitoy hukumati Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik qilyotidi degan bayonotni e'lon qildi ekan. Ikkinchi xo'sh xabar bo'lsa, Xitoy davlati bilan Yevropa o'rtasidagi savdo kelishim to'xtamlari hamda suvga tushilishi ekan. Uchinchi xo'sh xabar bo'lsa, Xitoy hukumati o'zining Xitoy boylarini ko'zdan yo'qotib, mol dunyosini musodir qildi ekan. Amerika tashqi ishlar siyosat jurnalida oshkorlangan xabar qaraganda, Amerika hukumatining tashqi ishlar ministri Pompeo apandim Uyg'urlar masalasini qaytadan ko'zdan kechirib o'tib, Xitoy hukumatining atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'urlar ustida ilib berayotgan zo'ravonlik qilmishlari qarta Amerika hukumatining qonuniy mutaxassislarining ko'zdan o'tkazib, birinchi oy ichida Amerika hukumati Xitoy hukumati Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik qilyotidi degan bayonotni e'lon qildi ekan. Xitoy hukumati ustidan Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik qilyotidi degan jinoyatni Xitoy hukumatiga bekitsa, u chog'da Xitoy hukumati ustiga bekitilgan irqiy qirg'inchilik qildi degan jinoyat butun dunyoni harakatga keltirib yetar ekan. Amerika davlati va xalqaro jamiyati Xitoyga yurgizayotgan jazoni texmo hasilab kuchaytirdi ekan. Xalqaro jamiyat Xitoy davlatiga jazo yurgizish, ilg'or texnikalarni ta'minlashdan to'xtatibla qolmasdan Amerika va g'arb dunyosi birlashib harbiy kuch orqali hujum qilish ehtimolligi intayin cho'nkan. Irqiy qirg'inchilik degan so'z bo'lsa, 1948-yili Xalqaro Birlashgan Davlatlar Tashkilotining cho'ng yig'inida rasmiy ma'qullanib, o'rtaq chiqargan bir qaror ekan. Bu qarorda bekitilgan aniq mazmun bo'lsa, agar dunyoning ma'lum bir rayonida irqiy qirg'inchilik qilinyotidi deb bekitilsa, u chog'da Xalqaro Birlashgan Davlatlar Tashkiloti harbiy kuch bilan zarba berish huquqiga ega ekan. Buning misoli bo'lsa, sobiq Yugoslaviya hukumati musulmon xalqlari ustidan qirg'inchilik qilish va irqiy qirg'inchilik qilish harakatini ilib borgan vaqtida, shu vaqtdagi Amerika hukumati, ya'ni Clinton hukumati harbiy kuch bilan havodan ajallik zarba bergan. Luwangdagi cho'ng qirg'inchilikda u cho'ng qirg'inchilikni irqiy qirg'inchilik qildi deb bekitgan. Ikkinchi dunyo urushida natsistlar Yahudilar xalq ustidan irqiy qirg'inchilik ilib borgan. Ya'ni dunyodagi eng vahshiy irqiy qirg'inchilik bo'lib hisoblangan. Mana shu sababdan Amerika ittifoqdosh armiyasi Hitler hokimiyatini butunlay yo'qotgan. Agar Amerika hukumati birinchi oyda Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik qilyotidi deb bekitib qaror qilsa, Xitoy davlatiga yurgizadigan jazolarni texmo hasilab oshidi ekan. Masalan, Amerika hukumati oldingi navbatda Xitoy davlatining Uyg'urlarga munosabatlik o'lka darajalik Xitoy amaldorlarini jazolagan bo'lsa, hamda navbat o'lka darajaliklardan tuvan organlardagi Xitoy amaldorlarini jazolaydi ekan. Uningdan boshqa Xitoy markaziy hukumati ichidagi atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayon xizmatlariga mas'ul, ya'ni Xitoy Markaziy siyosiy byuro ichidagi Xitoy amaldori Wang Yang, Xi Jinping bularni jazolash nishoniga ilindi ekan. Buningdan boshqa yana qo'shimcha Xitoy davlatiga qarata savdo munosabatda, texnik almashtirish ishida, iqtisodiy muomalada keng ko'lamda Xitoy hukumatiga jazo yurgizdi ekan. Ya'ni bunday aytganda, Uyg'urlarga munosabatlik ishlarga kelganda Xitoy hukumatiga qarata keng ko'lamlik jazo harakati boshlandi ekan. Hurmatli Pompeo apandimning bundaq harakatga o'tishi Prezident Trump apandimning rahbarligida bo'lyotidi deb qaraymiz. Pompeo apandim Xitoy hukumatiga zarba berish, Xitoy hukumatini o'ch elish bo'libmi mushu bir shikoyatdan buyon Pompeo apandim orqa boshqalar tasavvur qilib ulgurmayotgan nurg'un siyosatlarni yo'l qo'ydi. Bu yil 8-oyda Joe Biden saylam komitetimi Amerika musulmonlari va dunyo musulmonlarining qo'llashiga erishish uchun Joe Biden apandimi bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumati Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik qilyotidi degan so'zni qilgan ekan. Maşallah. Ikkinchi yana bir xo'sh xabar bo'lsa, 2 kunning oldida Xitoy davlati bilan Yevropa birligi savdo hamkorlik kelishim ib bordi degan xabar tarqalgandan keyin
Bu xabarga qarata har taraflik tanqidiy fikr kuchayib, bo'libmi Amerika davlati Aqsaray hukumatidan qattiq qarshilikka uchragan. Jo Bayden apandimningmi kelgusi hukumatidagi davlat bexatarlik xizmatiga mas'ul Salivin apandim o'zining Twitterida qarshilik inkos yozib, bizning ittifoqdoshimiz bo'lgan Yevropa Birligi Xitoy davlati bilan savdo munosabat o'rnatishi bizni intayin andishga silyotidi deb yozibdi. Bunda aytganda Jo Bayden apandimningmi xizmat guruhi Yevropa Birligining Xitoy hukumati bilan savdo munosabat o'rnatish xizmatiga qarshilik bildiribdi. Yevropa Birligi ichidagi bir qism davlatlarmi Xitoy davlati bilan savdo munosabat o'rnatishni to'g'ri ko'rmaydi ekan. Sababi Yevropa Birligi Xitoy davlati bilan savdo munosabat o'rnatsimi, savdo munosabatda yanada Xitoy davlati nurg'unlagan masalalarni paydo qiladi ekan. Uning ustiga Yevropa Birligi inson haq huquqlariga ahamiyat beradigan birlik bo'lganligi uchun bu jihatda Xitoy hukumati Yevropa Birligining o'lchamlarini o'rnatolmaydi ekan. Mana shundoq masalalar bo'lganligi uchun Yevropa Birligimi Xitoy hukumati bilan savdo munosabatni davomlashtirish ishida amalsiz qoladi ekan ham to'xtatib turadi ekan. Xi Jinpingning strategik nishoni bo'lsa, Yevropa Birligi bilan birlashib turib, Amerika davlatini cho'ktirishgan. Agar bu qitim Xi Jinping Yevropa Birligi bilan savdo kelishim to'xtamnomini amalga oshirgan bo'lsa, uning birinchi qadamlik yomon g'arazlik yilisi amalga oshgan bo'ladi ekan. Niyati yomonning qozini teshik deb Xi Jinpingning bu yilisi amalga oshmabdi. Ya'ni Amerika davlatida saylan bo'lyotdi, o'zaro talash-tatish bo'lyotdi. Fursatdan foydalanib, suvni litib biliq tutaman deb Yevropa Birligi bilan darhol savdo kelishim tuzib olaman degan niyati amalga oshmabdi. Uchinchi yana bir xo'sh xabar bo'lsa, Prezident Trump apandim 4 taraflama suhbat kelishim qilayotgan davlat rahbarlarini alohida taqdirlabdi. Amerika prezidentining alohida taqdirlashi bo'lsa, bu alohida taqdirlash Ikkinchi Dunyo urushida urushga qatnashgan Amerika askarlari va Amerika generallarini Amerika prezidenti alohida taqdirlaydi ekan. Lekin bu qitim Prezident Trump apandim bu taqdirlash taqdirnomini 3 odamga taqdir qildi. Uning birisi bo'lsa Yaponiyaning bosh vaziri Shinzo Abe, yana birisi bo'lsa Avstraliya davlatining bosh ministri Morrison, Hindiston davlatining bosh ministri Modi apandilarni alohida taqdirlabdi. Mana bu taqdirlagan 3 davlatning bosh amaldorlari bo'lsa, 4 taraflama suhbat ilib borgan davlatlar ekan. Prezident Trump apandim bu amaldorlarni taqdirlash orqali 4 davlatning ittifoqdosh munosabatini texmo mustahkamlashtirdi ekan. 4 davlat ittifoqdosh bo'lsa, Osiyo qit'asidagi Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkiloti, ya'ni Osiyodagi NATO bo'lib hisoblanadi ekan. Amerika davlatining rahbarligida Osiyo qit'asidagi NATOni kuchaytirish vaqti kelganda Xitoy davlatiga ajallik zarba berishgan. Bo'libmi 2020 yili 4 taraflama suhbati orqali nurg'unlagan yig'inlar ochilgan, nurg'unlagan kelishimlar tuzilgan, nurg'unlagan harbiy ittifoqdosh kelishimlar tuzilgan. Bo'libmi Hindiston bilan Amerika o'rtasidagi harbiy kelishim, Avstraliya davlati va Yaponiya davlati o'rtasidagi harbiy kelishim, hamda bu 4 davlat birlashib ko'p qitimliq harbiy manevr qilish, qanday qilgan vaqtida urush mezgilida o'zaro yaxshi hamkorlashish qatorliq nurg'un kelishimlar nihoyat yaxshi ilib berilgan. Osiyo qit'asida qurilgan bu NATO tashkiloti Xitoy hukumatining bo'yniga isilgan sirtmoq bo'lib hisoblanadi ekan. Buningdan yana nimani ko'rvag'ini bo'ladi deganda, Amerikaning prezidenti bo'lsa, faqatla Amerikaning manfaatini o'ylamay, ko'p taraflama ittifoqdosh davlatlarining manfaatini o'ylaydigan prezident ekanligini dunyoga namoyon qilmoqchi ekan. Bunda aytganda, Prezident Trump apandim Xitoy hukumatiga ajallik zarba berish uchun Osiyo qit'asida ittifoqdosh kuch shakllantirganning namoyandasi ekan. Yana bunda aytganda, bu Prezident Trump apandimning ulug'vor xizmat natijasi ekan. Prezident Trump apandimning bu ulug'vor xizmati xuddi Xitoyning dunyodagi Huawei shirkatlarini vayron qilib qo'g'layotgan xizmat natijasiga o'xshaydi ekan. Oxirida yana bir qo'shimcha deb qo'ygan xo'sh xabar bo'lsa, Xitoy hukumati Uyg'urlarga qilgan ziyonkashligidan boshqa, hozir Xitoy hukumati bo'lsa, Mao Zedong davridagi madaniy inqilobini qaytadan boshlagan. Bu xuddi kapitalizm yo'liga mangan o'nsirlarni yo'qitamiz deganga o'xshash. Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintaoning davrida taraqqigan Xitoy boshliqlarini, ya'ni Xitoy shirkat amaldorlarini bir-birlab qanot quyrug'ini kesib, put qo'llarini chanab,
mal mülklerini musadir qilishni boshlavetdi. Uning bir tipik misoli bo'lsa, dunyoda nomi chiqqan Mayunni, ya'ni Alibaba shirkatining direktori Mayunni hozirdan boshlab uni chet elga chiqarmas qilib qo'yibdi. Uning ustidan tekshirishni ilib beribdi. Bu tekshirish orqali Mayunning qanot quyruqlarini kesib chanab, mal dunyosini Xi Jinping birdan bir musodir qilib oldi ekan. Bu vaziyat Xitoy davlatining ichida ishtilo bilan ishtilo talashayotgan bir shakl ko'rinib turibdi. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.